Aziz do'stlar, ota-bobolarimizdan qolgan qutlug' qadam haqidagi naql borki, hozir shuni eslatishni o'rinli deb bilaman. Ya'ni el yurtimiz yangi kelgan inson u rahbar yoki mehmon bo'ladimi? Uning kelishi va qadam bosishini aynan shu nuqtai nazardan baholaydi. Haqiqatdan ham rahbar ming bor tajribali, ming bor aqlli va o'ta kuchli bo'lishi mumkin, lekin qadami qutlug' bo'lmasa, omadi kelmasa ish yurishmaydi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har tomonlama chuqur bilim va aql zakovatga, keng fikrlash qobiliyati, katta hayot tajribasiga ega bo'lgan, yirik loyihalarni amalga oshirishda talabchan, tashkilotchi va jonkuyar, mas'uliyatli, javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan, har qanday vaziyatda ham odamlar bilan til topishiga qodir bo'lgan el yurtimiz, vatanimiz erishgan marralarni qo'lga kiritishda katta tashkilotchilik va amaliyot tajribasi bilan obro' qozongan. So'zimni yakunlab aytmoqchiman. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ham omadini bersin, qadamlar qutlug' bo'lsin.